Hammaga salom, siz Karen kanalidasiz. Bugun men Minecraft Shorts'dagi eng virusli va eng qiziqarli lifehacklarni tekshirib ko'rmoqchiman. Maxsus ushbu rolik uchun menda barcha lifehacklarni tekshirishga mo'ljallangan juda qiziqarli karta tayyorlangan. Do'stlar, bu kartani tayyorlash uchun 3 soat vaqtim ketdi. Shuning uchun video boshlanishidan oldin obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshlaymiz. Birinchi lifehack shundan iboratki, biz havodaligicha muallaq turadigan lavani yasay olamiz. U shunchaki havoda osilib turibdi. Siz esa aslida qanday bo'lishini videoda ko'rishingiz mumkin. Ushbu sandiqdan hamma narsalarni olamiz va mana bu yerga bitta portion, tepasidan yana bitta portion, pastidan yana bitta portion qo'yamiz. Oldiga redstone blok va bu yerga bitta portion, mana bu yerga ham yana bitta portion qo'yamiz. Keyin slime bloklarni mana bunday qo'yishimiz kerak. Undan keyin esa biz o'rtasiga kerakli lavani qo'yishimiz kerak mana bunday qilib. Keyin bu yoqdagi bitta redstone blokni sindiramiz va mana bu yerdagi redstone sindiramiz. Keyin to'liq konstruksiyani sindirib tashlasak ham bo'ladi. Va birinchi lifehack u ham ishlayapti. Biz esa keyingisiga o'tamiz do'stlar. Kerakli narsalarni olamiz. Aytishlaricha buni yasasak bu oldingi hamma suvli liftlardan ko'ra tezroq ishlar ekan. Avval atrofga asal bloklarni qo'yamiz va pastga ruhli qumni qo'yamiz va har bitta etajni bitta suv qo'yib chiqamiz. Odatdagi holatda bu bizni ichidan tortib chiqaradigan lift bo'lish kerak edi. Keling, lekin shortsni ko'ramiz. Xo'p, shortsni ko'rdik, endi biz ham tekshirib ko'ramiz. Yo do'stlar, birozdan zo'r chiqdi. Maslahat beraman. Qani yana bir marta. Ha, bu zo'r ekan do'stlar. Men maslahat beraman hammaga. Keyingisiga o'tamiz. Sandiqqa qaraymiz. Bizda bu yerga delfinlar va olovga chidamlilik zeliyasi bor. Hammamiz bilganimizdek, agar delfinni suvga tashlasak, bu oddiy narsa bo'ladi. Lekin delfinni lavaga tashlab, unga zeliyani otsak, boyagi olovga chidamlilik zeliyasini otsak, u tirik qoladimi? Endi shuni bilib olamiz do'stlar. Qani unda let's go. Xo'p, biz buni bir vaqtning o'zida test qilishimiz kerak. Ana, qani ko'raylikchi. Bu rostdan yashayapti do'stlar. Bu shorts rostdan zo'r ekan. Qanunda lavaning ichidan delfinni ko'raylikchi. Ha do'stlar, bu shorts juda ham rostdan to'g'ri ekan. Nimaga desanglar? Chunki mana bu yerda delfin yashayapti. Biz esa unda keyingi lifehackga o'tamiz. Xo'p, bu lifehackning mavzusi shundaki do'stlar, biz bir vaqtning o'zida temirchilik stoli bilan patni tashlaymiz. Qaysisi tezroq pastga tushar ekan? Qani unda biz sandiqlarga qaraymiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Mana sandiqdan patni olamiz va temirchilik stolini bu yoqqa qo'yamiz va patni mana bu yerga tashlaymiz. Do'stlar, men replayni yoqib oldim. Unda siz kommentariyaga yozib qo'ying, qaysi birinchi tushadi deb o'ylaysiz. Qani unda let's go. Ikkalasi bir xil vaqtda tushdi. Shunchaki mukammal bir xil. Agar pat o'rniga tovuqni qo'ysakchi, unda nima bo'ladi do'stlar? Qani unda tekshiramiz. Xo'p, tepaga uchib chiqamiz. Sandiqdan boyagi tovuqni tuxumini olamiz. Bu yerga temirchilik stoli, bu yerga tovuq. Qani unda xuddi boyagida yana tekshirib ko'ramiz. Ha, temirchilik stoli birinchi tushdi. Tovuq esa shoshilmasdan sekin tushdi. Do'stlar, biz esa hozir chotki loq qilishyapti. O'zingizlar ko'ringlar. Xo'p, biz ham shuni qaytarmaslik ilojimiz yo'q. Sandiqdan narsalarni olamiz. Bu yerga spawnerni qo'yamiz va videodagidek bo'lishi uchun ichiga zombiyni tuxumini qo'yamiz. Mana bu yerga portion, ustiga mana bunday fakel va buni bu yerga qo'yib turib yoqamiz. Albatta, survival rejimda. Keraksiz narsalarni inventariga qo'yib qo'yamiz va o'ylaganimdek bizni loq qilishdi. Biz esa keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingi lifehackni biz mana shu yerda bajaramiz. Gap shundaki, to'g'risini aytsam mayli, o'zingiz videoda ko'ring yaxshisi. Yo, bu yana deskilar uchun qilingan. Mayli, qilib ko'raylikchi. Ha, o'ylaganimdek bu o'xshamadi do'stlar. Aslida bu mana bunday bo'lishi kerak edi. Men buni kreativda qildim. Do'stlar, agar sizga mana shu format yoqqan bo'lsa, izohlarga o'z fikringizni yozing va bu videoning davomi esa Telegram kanalimda bo'ladi va u yerga ham obuna bo'lishni unutmang. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, kanalimdagi boshqa videolar ham 100% yoqadi. Shuning uchun ularni ham ko'ring.